Alla günüm hamisha hamdan xuddim hamisha. Dada biza sostav bilan to'ylagan o'yinchilik qilamiz. Sandanam, mandanam, undanam. Kimdan bo'lsa endi bu ha? Shu bachang bir kun seni o'ldiradi. Sen o'zingni o'g'lingan bor, chopaylar. Siz ham o'tiraver ekansiz. Ketavering, tamommi? Sen haromlarga bir normallik kasb yo'qmi, erkakcha? To'g'ri. Ey, menga qarang, men sizga keting dedim. Taksiga pul bering. Taksi avtobus bilan keting, piyoda keting. Mana erta mol bozor, to'g'rimi? Mol bozor chiqib bir mol jallob bo'ladi, mana. Erkakni ham jallob bilaman, dada. Dallol degani, mana bu ishing obriga to'g'ri keladi. Bilak, ey, uriyor deydi bularni, uriyor. Erkak, ha. Keyin ko't ishlab Ana kechqurun to'yimiz bor edi, o'shanga o'zgina tayyorlanayotgandik dada. Qani? Hoppa deydi, opog'ni sadilo. Shu uchalasini o'ldirsam o'zi necha yilga qamalsam, ha? Sana Men onagina tushundim dada, zakonni kasb bu. Sekin telefon bilan odamlar moshina shtrafini rasmchaga olib, soqqa qilamiz. Halol kasb. Qalay? Yo, bu nima halolmi, bu harommi bu? Yo, bacham qarang. Bu xuddi panshanba kun kechqurun zabancha qilib ichib juma kun ertalab juma muborak deb gruppalarga video tashlaydilar-ku. Ana shunday gap bu bacham. Dada, bachangiz to'y-puy bormaydi, sozanda emas endi. Bachangiz tungi klublar qiroli. تعمل بام 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 بام